xuddi kolomkali joyga kirgandek his qildim. Bemorimiz 2 yil davomida chap quloqlari yaxshi eshitmagan, ozgina e'tiborsizlik bo'lgan bular tomonlama. 1 oy davomida 3-4 ta lorlarga murojaat qilganlar, ko'rishganda kir deb o'ylashib, kirni tozalashga harakat qilgan, lekin kirlarni hech kim olib bera olmagan. Bizga kelib ko'ringanlarda biz MCK teqib ko'rdik va bularda demak bu kir emas, xolesteatomaligini aniqladik. Demak, achik sohasida уже yemirish paydo bo'lgan, kattagina 1,5 santimetrli va ichkariga qarab o'sishni boshlagan va bularga demak rejali operatsiya tavsiya berildi. Ya'ni mana shu xolesteatomalar hammasi tozalanib, achik sohamizni demak plastika qilib yopib berdik va shu bilan birgalashib burun to'siqlarni ham to'g'rilab berdik. Endi hozir ham nafas olishlaridan qutuldilar, yaxshi nafas olyaptilar ham, eshiklari ham tiklandi. Hozir o'zlaridan bir fikrlarni eshitamiz. Hozir qulog'imdagi o'sha ichidagi narsa bo'lganlarni olganlaridan keyin men o'zimni xuddi kolomkali joyga kirgandek his qildim. Chunki oldin faqat bu tomon ishlardi. Даже telefonda gaplashganimda faqat bu tomonni ishlatardim. Keyin naushnikda bir xilida bo'ladi-ku, o'ng tomoni tez tugab qoladi zaryadkasi. Chap tomonni zaryadkasi qolganda eshitmasdim. Hatto maksimalniy gromkostda turardi. Va hozir eng muhimi boshqa lorlarga ishonmasdan o'sha ular kirdi uni chiqarurganda balki boshqa narsa bo'lishi mumkin. Balki hozir bu yerda ham o'tira olmasdim. Shuning uchun Asqar akaga kattakon rahmat.